ba'zi bir bekalla ayollar borda, o'zimnikilarda ham borda, xuddi shunday. O'z jiyanini, o'z farzandini, qizini, hayotini barbod qiladigan. Uf, ona, yo, xola, yo, amma charchadim hayotdan, jonimga tegdi. Qo'y, nima sen qaynota qaynonani qaraydiganmi? Bachalaringga qaraydiganmi? Hamma ishini qiladiganingmi sen? Deb hayotini buzyapti-da. Mana bu kalla mana muncha bo'lgan bilan bo'sh. O'zimnikilardagi hamda shu. Bor, hayotda ham bor. Ko'p ekanda ayollar orasida, erkaklar orasida ham bor, kamroq. Mana bo'sh kallalar. Bor, kel qizim, yasha. Manikida yasha, daming ol, kayfiyatib yasha, yoshsan. Yo bor Turkiyaga, Rossiyaga yasha, maza qil. Ye, astag'firullah, o'z qizini hayotini o'zi yo o'z jiyanining hayotini o'zi barbod qilyapti. Ertin o'ladi ketadi bu bo'sh kallalar. Keyin ertindan bu sho'laring yoshiga boradi, 50, 60, 70 ga. Bu na ishga kuchi yetadi, na o'ynash qoladi unda. O'ynashlar ham tashab ketadi. Nimaga kerak? Yangi model chiqadi, o'ynash ham kerak, o'ynashga ham kerak emas keyin. Yangi modellar bilan bo'ladi ularning ishi. Bu sen kerang yo'q keyin. Vobshe qizig'ing yo'q sening o'ynashlaringga ham. Keyin sen xuddi farzandlaringdan, kelinlaringdan shu hayotni kutur, undan battarni ham kutur. Sen farzanding ham mensimaydi ertaga. Mana bunaqa qilib panoy yuruding ko'chada, unaqa qilding, bunaqa qilding deydi. Kelinlaring ham quloqiga yetadi bu gaplar, qayerlardandir aylanib. Ularga ham qizig'ing qolmaydi. Ko'p gapirsang to'ra qanjiq deydi, qari eshak deydi. Kelining ham. Kimsan deydi ko'chada deydi, endi yana mehr kutasan hammadan deydi. Nima qilasan o'shanda keyin? Nima qilasan o'shanda? Tamom u do'zaxga aylanadi hayoting keyin. Keyingi hayoting bu jahannam bo'ladi senlaring. Vaqtida o'zinglari birovlari yo onam to'g'ri gapiradi deb, ammam, xolam to'g'ri gapiradi deb gapiga kirma. O'zing yig'ishtirib olib, uyingga borib tinch o'tirlaring, ertaga chiroyli bo'ladi hayotlaring. U bugunlik ertalik odam o qaynotang, qaynonang sening. Kayf qilib yashaysan keyin hayotingda huzur qilib.